Homilador bo'la olmayapman. Menga детский matka tashxisi qo'yilgan. Agar sizga gipoplaziya bachadoni детский matka qo'yilgan bo'lsa, bunga birdaniga tushkunlikka tushmanglar. Yaqinda xuddi shunday muammo bilan qabulimga bemor keldi. Qaynona o'g'liga boshqa xotin olib bermoqchi va kelini tug'mas kelinsan deb uni ezib tushkunlikka tushirib qo'yishgan. Biz bu kelinni tekshiruvdan o'tkazsak, ha to'g'ri, bachadon razmerlari biroz kichkina, lekin unda tuxumdonlar zaxirasi va tuxumdonni borligi va hayt sikli buzilishi kuzatilgan ekan, biz bu ayolga bir qancha tekshiruvlar o'tkazib va kerakli dorilarni berib va ovulyatsiyani tiklab, Alloh izni bilan homilador bo'ldilar va bu oilani saqlab qolishga imkon bo'ldi. Agar sizda детская matka tashxisi qo'yilgan bo'lsa, hech ham tushkunlikka tushmanglar. Bemalol bizning klinikamizga keling, biz sizga to'g'ri tekshiruv va to'g'ri tashxis qo'yib, to'g'ri davolab, farzandli bo'lishingizga yordam beramiz. Hoziroq direct orqali yozing yoki qo'ng'iroq qiling.